Do'stim, bir oydan beri ishlab yotibmiz. Shu uyning egasi ham kelmaydi. Kelib pulni berganda kechqurunga bir o'zgarga pul kerak bo'lib qoldi. Mana bir oy bo'ldi, men ham uyning egasini ko'rganim yo'q. Ishlash ham odamga yoqmayapti. Nima Mana bir oy qilamiz? bo'ldi, menga ham Pul pul kerak. zarulda. Mana u rais uyning egasi kelyapti. Uyning egasi shu? Ha, uyning egasi. Shu bo'lishi kerak uyning egasi. Qani bizda ustalar ishlab yotibdi, oldiga boraylik qani. Ha, ustalar, qani qaytdilaring? Keling, assalomu alaykum. Yaxshimisizlar? Va alaykum. Assalomu alaykum. Salomat. Keling aka, mana bir oydan beri ishlab yotibmiz. Aha. Shunga kechqurunga pul kerak bo'lib qoldi o'zgana. Qani nima ishlaringizni nima ishlar qildilaring? Bir ko'raylik qani, ishlaringni tekshirib olaylik qani. Keyin ko'ring. Pul deysizlar, bu ish bitdimi, yo'qmi? Hozir kirib tekshirib ko'ramiz qani, nima chiqqan bular? Ko'ring mana. Narxni tekshiramiz. Mana qayerda bitgan buning? Baland bitgan, past qolib ketgan. Pul deysizlar, ancha vaqt bo'ldi. Bir oydan beri ishlaysizlar. Mana bu xonani urdik. Ishimiz bitmaydi bu. Bu derazani qo'ydik bu yoqda ikkita derazani. Men qayerdan pul beraman keyin? Hozir pravillar bilan tekshirib olaman. Buni qiyshiq joylari bor o'rtalarida. Sizlarga короче pul yo'q. Buni qachon to'g'rilaysizlar, qachon qabul qilib olaman men, undan keyin pul beraman. Ungacha pul yo'q. Qayerga borib dardlaring aytsalaring ayting. Men ham pulni ish berib olayotganim yo'q ko'chadan. Ishlar bitsa keyin pulni beraman. Bizga Pul pul yo'q. zaruriyatda aka. Hozir pul yo'q. Buni yaxshilab topshirsalaring keyin beramiz pulni. Nima qilamiz do'stim? Endi Bugundan boshlab bu yerga ishlagan kelmayman men. ishlamayman men ham. Mana bir oy ishladik. Qora obed pulini ham bermaydi. Ish pishini jig'ishtirdim. Tashlay. Tashladim ish pishini.